Oxirgi kunida shu kompat suv ichdi. Keyin shu ertalabki badanlari shunchalik ko'karib ketdi. Oyoq qo'llari yaxlab ketdi. Shoshilinch birdan olib bordik. Yoqqa olib borganimizdan keyin o'zi oqshomlab yaxshi yotibdi, yaxshi deb o'yladim men. Olib borganimizdan keyin birdan o'zi tamom bo'lgan ekanda. Badanlarini ushlasam, ushlagan joylarini, bet qo'llarini ushlasam, ko'karib qolaverdi. Lablarini, tillari mana shunday ko'karib qolaverdi. Bolalarimni oldida yig'lab ularni ham kuyintirmayman. Sog'inaman. Shuncha yil qarayman, mehrimni beraman, bolamni sog'inmayman. Ishtixon tumani Sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Javlon Qaynarov bolalar amaliyotdan avval umumiy tibbiy ko'rikdan o'tkazilganida bu holat sodir bo'lmasligi mumkinligini yashirmadi. Bizlarda hozircha elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tish kerak bo'lgan, undan keyin elektron karta avvalgi qog'oz shaklda edi, hozir elektron karta yuritilishi kerak bo'lgan, o'sha elektron karta ham yuritilmagan bunda. Xo'p, birinchi holatda ham, ikkinchi holatda ham bo'linmagan. Oradan vaqt o'tib 27-chislo kuni yana qayta murojaat qilinyapti. Bolani ahvoli og'ir ahvolda olib kelinadi deb endi dadasi shikoyat bilan kelyapti. Unda bemorda klinik o'lim holati kuzatilgan bo'lgan. Bizlarda yana reanimatsiya qayta jonlantirish bo'limiga olib kirib, birinchi reanimatsion chora-tadbirlar ko'rilgandan keyin ham bunda foydasi bo'lmagan hisobiga o'lim qayd qilingan 27-chislo kuni. O'sha holatda ham bizlarda endi tibbiyotda karta yuritilmagan. Endi mana elektron dasturda ham xato yuritilmagan. Endi bu tibbiyotda juda katta xato hisoblanadi bu narsa. Har bitta tibbiy hujjat обязательно yuritilishi kerak. Bu birinchi marta bo'ladimi, xoh qayta bo'ladimi, shu qanaqa murojaat bo'lishidan qat'iy nazar tibbiy hujjat yuritilishi kerak bo'lgan. Lekin bizlar tibbiyotda o'sha kunda o'sha vrachlar tomonidan katta xatolik qilingan. Boshida to'liq tekshiruvlar o'tganda edi. Aytganimizda umumiy ko'rik deymiz. Bu chunki jinsiy a'zoni umumiy ko'rikdan o'tkaziladi. Qo'shimcha tekshiruvlar, umumiy qon kasalliklari bor, ko'riladigan qonda suyuqliklarni o'lchaydigan svertimiz deb aytilamiz. O'shanaqa tekshiruvlar o'tkazilgan edi. Mana bunaqa holatga duch kelmas edik.